Endi qadrlik ko'rurmanlarimiz, ben müşahede programmaga sualını başlaştım burun. Xalqimdan, aziz xalqimizdan şu bir ikki og'iz gap qilmoqchi. Agarda biz, yani Müslüman xalqimiz, yani biz tunigun Müslüman bo'lgan xalq emas shu biz endi. Nihoyatda yiltiz tortgan, yani asrlardan buyon biz islomga e'tiqod qilib kelayotgan xalqmiz. Agar xalqimiz ozroq sagak bo'lsa, bugun shundoq bir dunyoda yashayapmizki, har qanday soha, mayli u insonlar ko'z ko'rmaydigan odatdagi kasblar bo'lsin, va yoki eng yuqori darajalik aqlimizga nima kelsa, butun sohaning mutaxassislari, shuning ilm odamlari, ilm ahllari bor va shu sohaga o'z sohasidagi odam chiqib, u vaqtda bir gapini so'zini qilgan vaqtida insonlar uni e'tiboriga oladi. Ama hiçbir alakası yok. Doktorluk mesela bir binakarlık kuruluş işçisi kıldığan yoki kuruluş bina saldığan bir en yaxşı bir injener kopup doktorlarning sahasi kirib olib, doktorluk haqida en odatdagi ya teringiz chiqib qolgan bir yer haqida, uning buni haqida agar bu sohaga chat kirib gap qilsa, insonlar uni har xil ayblaydi. Sen ishingni qilaman deydi. Senin nima haqqing bu yerda bu doktorlarning har qanday bir sohasiga kirib gap qildiganga. Hattoki doktorlik aholat kelgan doktorlarmi bizga o'ylab boqaylar. Har bo'limning ayrim o'zining doktorlik kenishkisi bo'lsa-mu, teri kasalligi odam ichki kasalliklarga, ko'z kasallik mutaxassisi hargiz tish bo'liminingki ishiga aralashmaydi. Hammasi o'zining bo'limida, o'zining sohasida doktor bo'lsa-mu, o'zi o'rgangan, o'zi yetishib chiqqan sohada gap qiladi, insonlar uni e'tiborga oladi. Ammo bu millatimizni ozdirayotgan bu maxluqlarningki o'ttir maktab saviyasichilik din haqida gap qilgan salohiyat yo'q maxluqlar hamda. Sen nima haqqing bilan shu xalqimiz bu yerda bu maxluqlarning gaplaridan, so'zlaridan mana qarab turib, "Hey, sen nima haqqing bilan bu millatga din to'g'riliq, Qur'on, sunnat haqida gap qilgan nima haqqing var sening? Qulağında o'ttir maktabning diplomi bormi din haqida gap qilgan bo'lsa?" deb agar bugun dunyoda boshqa bir millat bo'lsa, har qanday mayli qaysi mayli Turkiya bo'lsin va yoki boshqa millat bo'lsa, sening ekranga chiqib so'zlaydigan nima haqqing var? Sening qulağında bir eng oddiy, eng hech bo'lmagan bir universitetning hammangning shu so'zlayotgan maxluqlarniki. Ya sen mushu sohada, diniy sohada yoki Qur'on yoki hadis sohasi yoki bir qaysi sohada bo'lsin, mening so'zlash salohiyatim bor dediganga, qulağında bir narsa bormi sening so'zlaydiganga? Sen nima haqqing bilan bu millatni xohlagancha jo'ylab, bu millatni ozdirishga chat keriysan degan gapni har bir aql egasi, albatta ularning inkoslar qarasaqmi ko'pincha xalqimizniki tillab yer bilan yakson qilib, yani numus qilish, xijil bo'lish deydigan narsa butunlay lug'atidan o'chirilib ketgan. Xitoyning dapshaqliq san'atini mukammal o'rgangan bo'lishqa hiçbir sahada bu özünü muş so'zlayotgan, bizga 50 necha bilim gap bo'lgan bo'lsa, qilchilik salohiyat yo'q turib, buningga chat kirib so'zlashi, masxirlarcha kulib, uni qilib, buni qilib, millatni, butun millatning iymoni islom bilan o'ynashi bu qabul qilinmaydigan darajadagi nomussizlik hamdir. Shunga butun millatning normal xalqimizning inkosini pisand qilmagan shaklda yana da nomussizlarcha o'zini Kur'ançı, uçi, buçi, biz haq dinliyor. Hicil olmasa ertesi gün peygamber bizge vahiy düştü deyişim mümkün hem de. Bunda desem herkes hayran kalmaslıqımız gerek bu mahluklarda. Çünkü numus, hicil buluş, haya qilish yayg'anasi qalmoqlik hem de. Bir dünyada başka milletning ichida bunda jo'ylaydigan insonlarni oz ko'rishinglar mumkin hem de. O'ylab boqaylik.